Как тебя зовут? Оля, Оля. Qizimga Koreyadagi onajoni bilan otajoni gapiradigan shunaqa qo'g'irchoq sovg'a qilib jo'natib yuboribdilar. Hozir raspakovkasini birgalikda qilamiz. Qo'g'irchoq bitta emas, ikkita. Ikkinchi qo'g'irchoq esa opamning qizlariga, ikkinchi qiz nabiralariga. Ota-onam nabiralarini bir xildek ko'radi. Birinchi nabirasiga nima olsa, qolganlarni ham xuddi shunaqa narsa olishga harakat qiladi. Xafa bo'lib qolmasin, uksinib qolmasin deydilar. Nafaqat bolalar xafa bo'ladi, даже men ham xafa bo'lib qolaman. Agarda boshqa nabirasini erkalab ko'proq qarasa, nimaga meni bolam uni bolasidan kam joyi bor ekan deb men ham xafa bo'lib qolaman. Qo'g'irchoqda soska, butulkalari, pamperslargacha bor ekan. Qo'yilmisizlar. Meni qizim bu qo'g'irchoqda o'ynashga hali yoshlik qiladi. Menimcha 2 yoshdan boshlab maza qilib o'ynasa kerak bu qo'g'irchoq bilan. Chunki bu qo'g'irchoqni qizimni oldiga qo'ysam, qo'g'irchoq emas, odam deb o'ylayapti, chaqaloq deb o'ylayapti. O'shanga qo'li bilan sekin borib bundoq sepalab teginib qo'yadi. Koreyadagi onajoni bilan otajoniga kattakon rahmat. Xudo xohlasa qizim maza qilib bu qo'g'irchoq bilan dugona bo'lib qoladi va maza qilib o'ynaydi. Хорошо, Оля. Дай мне подумать об этом. Я хочу быть уверена, что ты искренне со мной.